Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi mavzu juda muhim. Pensionerlarni tekshirishyapti. Ayrim hududlarda mas'ullar xonadonma-xonadon yurib, pensionerning yashash sharoiti, daromadi, oilaviy ahvoli va yordamga haqliligi bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashyapti. Bu gap sizga, ota-onangizga, buvingizga, bobongizga yoki qo'shningizga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Chunki noto'g'ri ma'lumot vaqtida javob bermaslik yoki hujjat tayyor bo'lmasligi sababli ayrim odamlar yordamdan vaqtincha ayrilib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimlar xavotir olish kerak? Kimlar xavotir olmasligi kerak? Uyga tekshiruvchilar kelganda nima deyish, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish, yordamni yo'qotmaslik uchun qaysi qadamlarni bajarish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p pensionerimiz o'z haqini himoya qila oladi. Avvallari ko'p hollarda pensioner pensiyasini olayotgan bo'lsa, qo'shimcha yordam, kompensatsiya yoki ijtimoiy nafaqa masalasida ham ma'lumotlar ko'proq qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, ariza va ayrim idoralar o'rtasidagi so'rovlar orqali tekshirilardi. Ya'ni odam ariza berardi. Mahalla yoki tegishli tashkilot uning ahvolini yozib berardi. Keyin qaror chiqarilardi. Albatta avval ham tekshiruv bo'lgan, lekin hamma joyda bir xil va tezkor bo'lmagan. Hozir esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat organlari ma'lumotlarni ko'proq elektron bazalar orqali solishtiryapti. Kadastra uy-joy bormi? Avtomobil bormi? Oila a'zolari rasmiy ishlaydimi? Bank orqali muntazam tushumlar bormi? Ro'yxatda kimlar turibdi? Kim aslida qayerda yashayapti? Kimning nomida qanday mulk bor? Shu bilan birga faqat kompyuter bazasiga qarab xulosa qilish ham yetarli bo'lmagan uchun joyiga chiqib o'rganish holatlari ko'paygan. Xonadon bo'ylab yurishning asosiy maqsadi odatda pensionerni qo'rqitish emas. Maqsad yordam haqiqatan ham ehtiyojmand odamga yetib boryaptimi? Hujjatda ko'rsatilgan holat bilan uyda ko'rilgan holat mos keladimi? Pensioner yolg'iz yashaydimi yoki farzandlari bilan birga yashaydimi? Nogironligi yoki kasalligi bo'lsa, parvarish holati qanday? Uyda qo'shimcha daromad manbai bormi? Shularni aniqlash. Lekin mana shu joyda eng katta muammo boshlanadi. Odamlar ko'pincha qo'rqib ketadi. Uyimga kelishdi, demak yordamni kesishadi. Mendan nimadir topishmoqchi. Savolga noto'g'ri javob bersam pensiyamni ham to'xtatishadimi? degan xavotirlar paydo bo'ladi. Men ochiq aytaman, oddiy yoshga doir pensiya, ya'ni inson mehnat staji va qonuniy asosda olayotgan pensiyasi odatda uy sharoitini tekshirish bilan bekor bo'lib qolmaydi. Lekin ijtimoiy yordamlar, kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqalar, kompensatsiyalar, ayrim qo'shimcha to'lovlar bo'yicha vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Chunki ular ehtiyoj va mezonlarga bog'langan. Asosiy qism biyin nimalarni bilish kerak. Kim xavotir olsin, kim xavotir olmasin, birinchi navbatda pensiya bilan ijtimoiy yordamni ajratib olaylik. Pensiya bu odamning qonuniy huquqi, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi turlari bor. Agar pensiya qonuniy tayinlangan bo'lsa, faqat uyga kelib ko'rishdi, divoningiz bor ekan, televizoringiz bor ekan degan sabab bilan pensiyani bekor qilishmaydi. Buni odamlar yaxshi tushunib olishi kerak. Ammo ijtimoiy yordam, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqa, uy-joy kommunal to'lovlari bo'yicha kompensatsiya, ayrim hududiy yordamlar, oziq-ovqat yoki moddiy yordam, parvarish bilan bog'liq to'lovlar, bular ehtiyoj mezoniga qaraydi. Agar arizada men yolg'iz yashayman, daromadim faqat pensiya deb yozilgan bo'lsa, lekin tekshiruvda uyda ishlaydigan farzand, kelin, nabira doimiy yashashi aniqlansa, qaror qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar pensioner nomida ikkita uy yoki ijaraga berilgan mulk borligi chiqsa, bu ham savol tug'diradi. Agar bank kartasiga har oy katta pul tushib turgani aniqlansa, bu ham yordamga ta'sir qilishi mumkin. Kim xavotir olish kerak? Men bir nechta guruhni alohida aytaman. Birinchisi, ariza berganda oilaviy tarkibni to'liq ko'rsatmaganlar. Masalan, pensioner yolg'iz yashayman deb ko'rsatgan, lekin aslida o'g'li Rossiyadan qaytib kelib, 6 oydan beri shu uyda yashayapti. O'g'li rasmiy ishlamasa ham. Uyda daromadga hissa qo'shayotgan bo'lishi mumkin. Shunday holatda tekshiruvchi xonadonda yana kim yashaydi deb so'rasa, rostini aytish kerak. Ikkinchisi, ro'yxatda boshqa yashash joyi boshqa bo'lganlar. Masalan, pensioner qog'ozda qizining uyida ro'yxatda turadi, lekin o'zi boshqa mahallada yashaydi. Yordam esa ro'yxatdagi manzil bo'yicha rasmiylashtirilgan.
Tekshiruvchilar ro'yxatdagi uyga bo'lsa, pensioner yo'q. Qo'shnilar bu yerda yashamaydi desa, tizimda shubha paydo bo'ladi. Bunday holatda yordam to'xtab qolmasligi uchun yashash manzilini hujjatlar bilan izohlash kerak bo'ladi. Uchinchisi, nomida mulk yoki avtomobil bor. Lekin undan real foyda olmaydiganlar. Masalan, 72 yoshli ayolning nomida eski Nexia turibdi. Lekin mashina 10 yildan beri yurmaydi. Hovlining chetida turibdi. Ba'zida esa u avtomobil egasi bo'lib ko'rinadi. Tekshiruvchi buni ko'rsa, sizda mashina bor ekan deydi. Bu yordamga ta'sir qilishi mumkin. Lekin pensioner mashina yaroqsizligini, sotilmaganini, ishlatilmasligini dalil bilan ko'rsatish kerak. Texnik holati, sug'urta yo'qligi, jarima yoki harakat yo'qligi, kerak bo'lsa tegishli ma'lumotnoma. To'rtinchisi, farzandlari chet elda ishlaydigan pensionerlar. Bu juda ko'p uchraydi. Ona 900 ming yoki 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Yolg'izman deb yordamga ariza beradi. Lekin o'g'li har oy $300 yuborib turadi. Agar bu pul bank orqali tushsa, tizimda ko'rinishi mumkin. Agar naqd yuborilsa ham, tekshiruvda uyda yangi ta'mir, yangi maishiy texnika, muntazam xarajatlar ko'rinsa savollar bo'ladi. Bu yordam albatta kesiladi degani emas, lekin daromad sifatida baholanishi mumkin. Shuning uchun farzandi ba'zan dori-darmon uchun yuboradi. Muntazam emas yoki har oy falon miqdor yuboradi degan ma'lumotni aniq aytish kerak. Yolg'on keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Kim xavotir olmasin, agar siz pensiyangizni qo'lga olayotgan bo'lsangiz. Hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash joyingiz, oilaviy tarkibingiz, daromadingiz arizada qanday ko'rsatilgan bo'lsa, amalda ham shunday bo'lsa, tekshiruvdan qo'rqmang. Tekshiruv bu jazo emas, o'rganish. Siz xotirjam savollarga javob berasiz, hujjatingizni ko'rsatasiz, dalolatnoma tuzilsa o'qib chiqasiz, noto'g'ri yozilgan joyi bo'lsa tuzatishni so'raysiz. Birinchi misol. Tuntaki yoshli pensioner ayol 1 million 1 ming so'm pensiya oladi. Turmush o'rtog'i vafot etgan, farzandlari boshqa viloyatda yashaydi, o'zi yolg'iz. Uy eski, gaz va elektr to'lovlari bor. Dori-darmon uchun oyiga 300-400 ming so'm ketadi. U ijtimoiy yordamga ariza bergan. Tekshiruvchilar kelganda uyda haqiqatan ham yolg'iz yashashi, farzandlari doimiy pul bermasligi, tibbiy xarajatlari borligi aniqlansa, bunday odam xavotir olmasligi kerak. Aksincha, uning ahvoli to'g'ri hujjatlashtirilsa, yordamni saqlab qolish ehtimoli oshadi. Ikkinchi misol, 70 yoshli ota yolg'iz yashayman deb yordam olgan. Tekshiruvda esa uyda o'g'li, kelini va 2 nabirasi yashashi ma'lum bo'lgan. O'g'li rasmiy ishda, oyiga 1 million so'm oladi. Bunday holatda komissiya bu xonadonning umumiy daromadi bor deb qarashi mumkin. Bu otaning pensiyasi to'xtaydi degani emas. Lekin ehtiyojmandlik bo'yicha berilgan yordam qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchi misol. Pensioner ayolning nomida 2 xonali kvartira bor, o'zi esa qizning uyida yashaydi. Kvartirani ijaraga bergan va oyiga 2 million so'm oladi. Arizada esa bu daromad ko'rsatilmagan. Tekshiruv yoki elektron solishtirishda bu yordamni bekor qilish. Ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Eng xavfli joy mana shu daromadni yashirish. To'rtinchi misol. Bir boboning nomida uy bor, lekin bu uyda o'zi yashaydi. Hovli katta bo'lsa ham daromad keltirmaydi. Eski uy, tomi oqadi, isitish muammoli. Faqat uyingiz katta ekan degani bilan odam boy hisoblanmaydi. Lekin tekshiruvchi noto'g'ri xulosa qilmasligi uchun boboning real xarajatlari, kasalligi, yolg'izligi, farzandlar yordam bermasligi kabi holatlar hujjatlar bilan ko'rsatilishi kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Uyga kelgan har qanday odamni tekshiruvchi deb qabul qilmang. Afsuski, firibgarlar ham bo'lishi mumkin. Ular pensionerlarni tekshiryapmiz, yordamni uzaytirib beramiz, kartangizni ko'rsating, SMS kodini ayting deb aldashi mumkin. Haqiqiy mas'ul shaxs o'zini tanishtirishi, qaysi tashkilotdan kelganini aytishi, xizmat guvohnomasini ko'rsatishi kerak. Siz guvohnomani so'rashga to'liq haqlisiz. Uyga kirgizishdan oldin mahalla raisi, hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim yoki tegishli bo'limga telefon qilib aniqlashtiring. Ikkinchi nozik jihat. Bank karta PIN kodi, SMS kod, plastik karta raqami va ilova parolini hech kimga bermang. Hech qaysi tekshiruvchi sizdan pensiya kartangiz kodini ayting deb so'ramasligi kerak. Agar shunday so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Yordamni tekshirish uchun sizning shaxsiy kodlaringiz kerak emas. Uchinchi nozik jihat. Dalolatnoma yoki so'rovnoma tuzilsa, o'qimasdan imzo qo'ymang.
Ko'p odamlar uyaladi, mayli bolam yozgan bo'lsang bo'ldi deb imzo qo'yadi. Keyin esa hujjatda xonadonda daromad yetarli. Farzandlari bilan yashaydi. Yordamga ehtiyoj aniqlanmadi kabi jumlalar yozilgan bo'lishi mumkin. Men doim aytaman, hujjatni o'qing. Ko'zingiz yosh ko'rmasa, yoningizdagi ishonchli odamga o'qiting. Noto'g'ri yozilgan bo'lsa, men bu joyiga qo'shilmayman deb yozdiring. Imzo qo'yishdan oldin izoh kiritishga haqlisiz. 4-nozik jihat. Vaqtincha mehmon bilan doimiy yashovchini farqlash kerak. Masalan, qizingiz 2 kunga kelib, siznikida tunab qoldi. Tekshiruvchi aynan shu kuni keldi. Bu qizingiz siz bilan doimiy yashaydi degani emas. Siz aniq ayting. Qizim mehmon, o'zining ro'yxati va yashash joyi boshqa. 2 kundan keyin ketadi. Agar kerak bo'lsa, qizingizning yashash manzili, ish joyi ro'yxati bilan tasdiqlanadi. Aks holda tekshiruvchi xonadonda qo'shimcha oila a'zosi bor deb xulosa qilishi mumkin. 5-nozik jihat, norasmiy daromad ham savol tug'diradi. Masalan, pensionerning hovlisida kichik do'kon bor yoki uyining bir xonasida tikuvchilik qiladi yoki hovlisida chora boqib sotadi. Bu albatta yomon emas. Odam mehnat qilyapti, lekin ehtiyojga asoslangan yordam olayotganda daromad manbai yashirilsa, keyin muammo bo'ladi. Daromad juda kichik bo'lsa ham holatni to'g'ri tushuntirish kerak. Masalan, oyga doimiy foyda emas, ba'zan 200-300 ming so'm tushadi. Ko'proq o'zimning ehtiyojim uchun. 6-nozik jihat. Pensionerning nomidagi mulk har doim ham uning real boyligi emas. Ba'zan uy farzandlar tomonidan qurilgan, lekin ona nomida turadi. Ba'zan mashina o'g'il foydalanadi, lekin otaning nomida. Huquqiy tomondan mulk egasi kim bo'lsa, tizimda o'sha ko'rinadi. Shuning uchun bu meniki emas, o'g'limniki degan gapning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar mulk nomingizda bo'lsa, mas'ullar uni sizning aktiv sifatida ko'rishi mumkin. Bunday vaziyatda hujjatlar, tushuntirish xati, real foydalanish holati muhim. 7-nozik jihat. Kasallik va dori xarajatlarini og'zaki aytish kamlik qilishi mumkin. Ko'p pensioner kasalman, dorim qimmat deydi, lekin hujjat yo'q. Agar sizda surunkali kasallik bo'lsa, poliklinikadan ma'lumotnoma, shifokor tavsiyasi, dori retsepti, chek yoki dorixona xarajatlari bo'yicha yozuvlarni saqlang. Oyiga 1 million pensiya olib, 500 ming so'm doriga sarflayotgan odamning real ahvoli boshqacha baholanadi. Hujjat bo'lsa, so'zingiz kuchli bo'ladi. 8-nozik jihat, farzandlar borligi yordamni avtomatik bekor qilmaydi. Ko'p odam menda o'g'lim bor, demak yordam bermaydi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Farzandning o'zi ishsiz bo'lishi mumkin, nogiron bo'lishi mumkin, alohida oilasi va katta xarajatlari bo'lishi mumkin, ota-onaga yordam bermasligi mumkin. Lekin buni izohlash kerak. Farzandim bor, lekin alohida yashaydi, rasmiy daromadi yo'q, menga muntazam yordam bermaydi degan holatni mahalla, guvohlar, hujjatlar bilan tasdiqlash foydali. 9-nozik jihat. Ro'yxatda turgan odam bilan real yashayotgan odam o'rtasidagi farq. Ba'zan uyda ro'yxatda 6 kishi turadi, lekin amalda pensioner yolg'iz yashaydi. Masalan, farzandlar chet elda, nabiralar boshqa shaharda. Tizim esa xonadonda 6 kishi bor deb ko'rishi mumkin. Shuning uchun tekshiruv paytida har bir ro'yxatdagi odam qayerda yashashini aniq tushuntiring. Chet elda bo'lsa, migratsiya chipta, ish joyi yoki boshqa dalillar bo'lishi mumkin. Boshqa manzilda yashasa, ro'yxat yoki mahalla ma'lumotnomasi yordam beradi. Endi eng kerakli qism, siz hozirdan nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-qadam tushuntiraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ib qo'ying. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'lsa, TMK yoki tegishli ma'lumotnoma, tibbiy ma'lumotlar, dori retseptlari, kommunal to'lov kvitantsiyalari. Ijara bo'lsa, ijara shartnomasi, farzandlar alohida yashasa ularning manzili bo'yicha ma'lumotlar. Bularni bitta pakvaga solib qo'ying. Tekshiruvchi kelganda shoshilmaysiz, asabiylashmaysiz. Ikkinchi qadam, oilaviy tarkibni aniqlab oling. Uyda kim doimiy yashaydi, kim vaqtincha kelgan, kim ro'yxatda bor, amalda boshqa joyda, bularni aniq biling. Masalan, men, turmush o'rtog'im va nogiron nabiram doimiy yashaymiz. O'g'lim ro'yxatda bor, lekin Toshkentda ishlaydi va alohida ijarada turadi. Mana shunday aniq gapirish kerak. Bilmayman, kelib ketadi. Ba'zan shu yerda degan mavhum javoblar shubha uyg'otadi. 3-qadam. Daromadlarni yashirmang, lekin to'g'ri tushuntiring. Pensiya miqdori qancha? Farzandlar yordam beradimi? Ijaradan daromad bormi? Tomorqadan foyda bormi? Bankka pul tushadimi? Bularni rost ayting.
Agar farzand o'yiga 1000 ming yoki 200 ming so'm dori uchun bersa, bu bilan siz boy bo'lib qolmaysiz. Lekin hech kim yordam bermaydi deb aytib, keyin bankda har oy muntazam pul tushumi ko'rinsa, ishonch yo'qoladi. 4-qadam. Tibbiy xarajatlarni rasmiylashtiring. Pensionerlarning ko'pchiligida yuqori qon bosimi, qandli diabet, yurak bo'g'im, ko'z, buyrak bilan bog'liq muammolar bor. Lekin yordam masalasida kasalman degan gapdan ko'ra, mana shifokor ma'lumotnomasi, mana retsept, mana doriga oyga taxminan 400 ming so'm ketadi degan dalil kuchli. Agar siz doimiy davolanayotgan bo'lsangiz, poliklinikaga borib, kasalligingiz bo'yicha ma'lumotnoma oling. 5-qadam. Uyga kelgan tekshiruvchini to'g'ri kutib oling, lekin huquqingizni biling. Avval o'zini tanishtirishini so'rang. Qaysi tashkilotdan nima maqsadda kelgan? Qaysi yordam yoki qaysi ariza bo'yicha o'rganish o'tkazyapti? Shuni aniqlang. Agar shubha bo'lsa, mahallaga qo'ng'iroq qiling. Haqiqiy tekshiruv bo'lsa, xotirjam javob bering. Janjal qilmang. Meni tekshirishga haqqing yo'q deb baqirmang. Lekin shaxsiy kodlaringizni bermang, hujjatga o'qimasdan imzo qo'ymang. 6-qadam. Dalolatnomadan nusxa so'rang yoki kamida rasmga olib qo'ying. Agar sizning uy sharoitingiz bo'yicha dalolatnoma tuzilsa, unda nimalar yozilganini bilishingiz kerak. Nusxasini bering deb so'rashga uyalmang. Agar nusxa berilmasa, hujjat raqami, sanasi kim tuzganini yozib oling. Keyin yordam to'xtab qolsa, aynan qaysi asos bilan to'xtaganini aniqlash oson bo'ladi. 7-qadam. Yordam to'xtatilsa, jim o'tirmang. Ko'pchilik shu yerda xato qiladi. Pul kelmay qoladi. Odam demak, kesishibdi deb o'tiraveradi. Yo'q. Siz avval mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga boring, yozma ravishda sababini so'rang. Menga tayinlangan ijtimoiy yordam nima sababdan to'xtatildi? Qaysi qaror asosida? Qaysi sanadan? deb ariza yozing. Og'zaki javob bilan cheklanmang. Yozma javob bo'lsa, keyin e'tiroz bildirish mumkin. 8-qadam. Noto'g'ri ma'lumot kiritilgan bo'lsa, tuzatish talab qiling. Masalan, dalolatnomada o'g'li bilan yashaydi deb yozilgan, lekin o'g'li boshqa viloyatda yashaydi. Siz o'g'lining yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma, ish joyidan ma'lumot, ijara shartnomasi yoki boshqa dalillarni olib boring. Mening holatim noto'g'ri baholangan, qayta o'rganish o'tkazishingizni so'rayman deb ariza yozing. Bu juda muhim. 9-qadam. Ariza yozishda aniq va qisqa yozing. Masalan, men falonchi, falon manzilda yashayman. Yoshga doir pensionerman. Menga tayinlangan ijtimoiy yordam falon oydan beri kelmayapti. To'xtatilish sababini yozma ravishda ma'lum qilishingizni, agar xonadonim bo'yicha noto'g'ri ma'lumot kiritilgan bo'lsa, qayta o'rganish o'tkazishingizni so'rayman. Shundan keyin hujjatlar ro'yxatini ilova qiling. Pasport nusxasi, pensiya ma'lumotnomasi, tibbiy ma'lumotnoma, kommunal to'lovlar, oilaviy tarkib bo'yicha ma'lumotlar. 10-qadam. Yolg'iz pensioneri bo'lsangiz, qo'shnilar va mahalla bilan aloqani uzmang. Chunki tekshiruvda ba'zan qo'shnilardan ham so'raladi. Bu odam haqiqatan yolg'iz yashaydimi? Bolalari qaraydimi? Uyda kimlar bor? Agar siz mahalla bilan umuman aloqa qilmasangiz, ular ham holatingizni aniq bilmasligi mumkin. Kerak bo'lsa, mahalla faollariga kasalligingiz, yolg'iz yashashingiz, ehtiyojingiz haqida oldindan ma'lum qiling. Bu yolvorish emas. Bu o'z huquqingizni to'g'ri rasmiylashtirish. Yana bir muhim maslahat. Agar pensioner savodxonligi past bo'lsa, eshitishi yoki ko'rishi yaxshi bo'lmasa, tekshiruv paytida yonida ishonchli qarindosh yoki qo'shni bo'lgan yaxshi. Chunki savollarni noto'g'ri tushunib javob berishi mumkin. Masalan, tekshiruvchi farzandingiz yordam beradimi deb so'raydi. Pensioner ha, borib kelib turadi deydi. Bu moddiy yordam beradi deb tushunilishi mumkin. Aslida esa farzand faqat xabar oladi, pul bermaydi. Shuning uchun javoblar aniq bo'lishi kerak. Ha, holimdan xabar oladi, lekin doimiy pul bermaydi yoki oyiga bir marta 200 ming so'm dori uchun beradi. Shuningdek, uyda mavjud buyumlar ham noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Masalan, eski televizor, muzlatgich, kir, mashina borligi odam ehtiyojmand emas degani emas. Bugungi kunda oddiy maishiy texnika yashash uchun zarur narsa. Lekin agar uyda juda qimmat ta'mir, bir nechta yangi konditsioner, qimmatbaho jihozlar, yangi avtomobil bo'lsa, komissiya daromad manbasini so'rashi tabiiy. Shuning uchun har bir holatni izohlash kerak. Bu televizorni o'g'lim 3 yil oldin olib bergan. Kir mashinani qizim eski uydan bergan. Ta'mirni nabiralarim o'z kuchi bilan qilgan kabi izohlar ba'zan muhim bo'ladi. Lekin imkon bo'lsa dalil ham bo'lsin.
Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Yordam olish uchun ataylab noto'g'ri ma'lumot bermang. Farzandimni yashirmasam yordam bermaydi. Mashina nomimda ekanini aytmayman. Ijara pulini ko'rsatmayman deyish keyinchalik katta muammoga olib keladi. Ortiqcha to'langan pulni qaytarish, arizani rad etish, keyingi murojaatlarda ishonchsizlik bularning hammasi bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l, real holatni ko'rsatish, ehtiyojni dalillar bilan isbotlash, noto'g'ri xulosa bo'lsa shikoyat qilish. Agar sizga yordamni saqlab qolib beraman, falon pul berasiz deyishsa, bunga ishonmang. Ijtimoiy yordam qonuniy mezonlar asosida tayinlanadi. Kimdir pul evaziga hal qilib beraman desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Bunday takliflardan ehtiyot bo'ling. Ayniqsa pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadiganlar ko'p. Demak, hurmatli yurtdoshlar, pensionerlarni uyma-uy tekshirish har doim pensiyani kesish degani emas. Asosiy xavf pensiyada emas. Ehtiyojga bog'liq ijtimoiy yordamlar, kompensatsiyalar va qo'shimcha to'lovlarda bo'lishi mumkin. Yordamni yo'qotmaslik uchun eng muhim narsa hujjatlaringiz tayyor bo'lsin. Oilaviy tarkib va daromadlar bo'yicha rost va aniq ma'lumot bering. Tibbiy xarajatlarni hujjat bilan tasdiqlang. Dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Shubhali odamlarga karta kodi va SMS kod bermang. Yordam to'xtasa, yozma sabab talab qiling. Agar har bir pensioner va uning farzandlari mana shu oddiy qoidalarga amal qilsa, ko'p muammolarning oldi olinadi. Eng asosiysi qo'rqmang, lekin beparvo ham bo'lmang. O'z haqingizni biling. Savol bering, hujjat so'rang, kerak bo'lsa qayta ko'rib chiqishni talab qiling. Sizning hududingizda ham pensionerlarni tekshirish uchun uyma-uy yurishyaptimi? Kimlar keldi? Nimalarni so'radi? Yordamga ta'sir qildimi? Izohlarni yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir pensionerning yordamdan ayrilib qolishining oldini olishi mumkin.